Mikrorayon chorrahasi, to'g'rimiz pavorotga qarab ketish, bu taraf DSga, bu taraf Markaboga qarab ketish. Mana shuni yo'nidan, Damir zapravkani yo'nida 10 qavatlik binoni ikkinchi qavatda Surroshniga bitta zaxadijivy uyimiz chiqqan, hozir chiqarni obzor qilamiz. Eshikdan shunday kirganimizda mana shu yerga razdельный sanuzellarimiz bo'ladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Planirovka va shu bomba. Mana shu garderob shkaf, termozon qilgan. Ana endi mana shu kattagina hol bo'ladi. Ya'niki bu zal hisoblanadi. Katta televizor zona bor, gap bo'lishi mumkin emas. Shahboz, assalomu alaykum. Bu xonamiz 3 xonalik, 75 kvadrat. Narxini oxirida aytamiz. Mana shu kattagina hol endi kattalar uchun yotoqxonani bitta ko'rsatasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Shunday kirganingizda kattalar uchun yotoqxona eng mana bu yerni men sevib qoldim, operator. Mana shu yerni o'zingizni juftingiz bilan o'tirib mana shu chorrahaga qarab turishga necha va shu gap bo'lishi mumkin emas. 90 divan mana shuni alohida nima qilasiz? Operator kattaroq qilasiz. Lovi bu nima beradi odamga? Короче, mana bu bolalar uchun yotoqxona. Bergan divancha duxkontrni katta turibdi, batareyasi bor, panorama oynasi bor. Burchakda joylashgan. Samarqand shahrining eng sentri desangiz bo'ladi. Mana shu yer kuxonli zona, hamma sharoit bor. Mana shu o'tirib yeydigan joy, bu yer ham panorama. Va shu Dubayni his qilasiz. Narxi 93 ming, yana ozgina savdosi bor, xudo xolasa 93 ming pulim yo'q deganlar uchun 45 ming, 46 ming boshlang'ich to'lovlar bo'lsa, ipotekaga ham qilib bera olamiz, xudo xolasa. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqing.